Xo'p, mana birinchi navbatda akkauntimizga kirib olamiz. Kirib olgandan keyin 3 ta nuqtachaga bosamiz. U yerdan keyin ozgina pastroqga tushganda Show your personal everything degan galchkaning rasmli bor. Shuni ustiga bosganda mana ko'rishingiz mumkin, Muhsinov 1 oylik tekin galchkani. Shuni ustiga bosamiz, hammasini belgilab chiqamiz. Belgilab chiqqanimizdan keyin oxirigacha o'zingizlar. Ba'zi birlarning akkaunti shunaqa bo'lib turadi. Buning sababi akkauntni ochganingizda 18 ga hali to'lmagansiz. Shuning uchun buni kamida 2008 qilishingiz kerak yoki 2007. Shunda olsa bo'ladi. Akkauntni ID karta yoki pasport, guvohnoma shunaqa narsalarni qo'shsangiz, u o'sha akkauntning yili ko'tariladi. O'shanda sizga tekinga 1 oylik galchka beradi.